O'rningizdan turing, sud kelyapti. Marhamat, o'tiring. Sud majlisini ochiq deb e'lon qilaman. Bugun 2026 yil 23-aprel kuni Surxondaryo viloyati ma'muriy sudi Termiz davlat universiteti yuridik fakulteti sud majlisi zalida arizachi Toshpo'latov Jasurbekning javobgar Sho'rchi tuman hokimligiga nisbatan yer uchastkasiga bo'lgan huquqni tan olmaslik haqida hokim qarorini haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi ma'muriy ishni ko'rib chiqadi. Marhamat, kotiba, bugungi sud majlisida kimlar qatnashadi? Hurmatli sudya, bugungi sud majlisimizda arizachi Toshpo'latov Jasurbek, shuningdek javobgar Sho'rchi tuman hokimligi vakili Xudoyberdiyev Nurali va prokuror Husanov Mo'min ishtirok etmoqda. Marhamat, o'tiring. Sud tarkibini tanishtiraman. Bugungi sud majlisida raislik qiluvchi sudya To'rayeva Shodiya, kotiba Omonova Surayyo, shuningdek prokuror Husanov Mo'min ishtirokida ko'rib chiqiladi. Tarixlarda sud tarkibiga e'tirozlar mavjudmi? Hurmatli sudya, sud tarkibiga nisbatan e'tirozim yo'q. Sud tarkibiga nisbatan e'tirozim yo'q. Marhamat, arizachi, o'zingizni tanishtiring. Hurmatli sudya, men Toshpo'latov Jasur 1990 yil Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Do'stlik mahallasida tug'ilganman. Millatim o'zbek. Ma'lumotim o'ta maxsus. Hozirgi kunda nima ish bilan shug'ullanasiz? Hozirgi kunda fermerman. Tushunarli. Marhamat, o'tiring. Marhamat, javobgar vakili o'zingizni tanishtiring. Hurmatli sudya, men Xudoyberdiyev Nurali 1987 yilda Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Nurli Hayot mahallasida tug'ilganman. Hozirda Sho'rchi tuman hokimi o'rinbosari lavozimida ishlayman. Ma'lumotim mavjud. Hozirgi kunda yashash manzilingiz? Sho'rchi tuman Bog'ishamon mahalla 95-uy. Tushunarli. Marhamat, o'zingizni. Sudni davom ettirish bo'yicha taraflarda e'tirozlar mavjudmi? E'tirozlar mavjud emas, hurmatli sudya. E'tirozlar mavjud emas. E'tirozlar mavjud emas. Taraflarda e'tirozlar mavjud bo'lmasa, taraflarning huquq va majburiyatini tushuntirib o'ting. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ishi to'g'risidagi kodeksining 39-moddasiga ko'ra ishda ishtirok etuvchi shaxslar ish materiallari bilan tanishish, ulardan ko'chirmalar olish, ko'chirma nusxa olish, rad qilish, to'g'risida aqd qilish, dalillarni taqdim etish, dalillarni tekshirish, ishtirok etish, savollar berish, iltimosnomalar kiritish, arz qilish, sudga og'zaki va yozma tushuntirishlar berish, ishni ko'rish davomida yuzaga keladigan barcha masalalar bo'yicha o'z vajlarini, xulosalarini taqdim qilish, ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslarning iltimosnomalari, vajlariga e'tiroz bildirish, sud hujjatlari ustidan shikoyat qilish, protest keltirish hamda ushbu kodeksda o'zlariga berilgan boshqa protsessual huquqlardan foydalanish huquqiga ega. Huquqlar tushunarlimi? Hurmatli sudya, tushunarli. Javobgar. Hurmatli sudya, tushunarli. Sud muhokamasi boshlangunga qadar taraflarda iltimosnomalar mavjudmi? Iltimosnomalar mavjud emas, hurmatli sudya. Iltimosnomalar mavjud emas. Iltimosnomalar mavjud emas. Iltimosnomalar mavjud bo'lmasa, arizachi Toshpo'latov Jasurbekning arizasini o'qib eshittiramiz. Arizachi Toshpo'latov Jasurbek Surxondaryo viloyati ma'muriy sudiga yer uchastkasiga bo'lgan huquqni tan olmaslik haqida hokim qarorini haqiqiy emas deb topish to'g'risida ish bo'yicha murojaat qilgan. Arizachi Toshpo'latov Jasurbek, arz talabingizni qo'llab-quvvatlaysizmi? Arz talabimni qo'llab-quvvatlayman, hurmatli sudya. Javobgar, arizachining arz talabini qabul qilasizmi? Arz talabini qo'llab-quvvatlamayman. Marhamat, tushuntirish berish uchun so'z navbati arizachiga. Hurmatli sudya, meni bu yerga kelishimga sabab men 2001 yildan beri qishloq chekkasidagi hududda oilam bilan yashab kelmoqdaman. Shuningdek, soliq organlari tomonidan menga nisbatan chiqarilgan soliqlarni o'z vaqtida to'lab kelganman. Ammo 2026 yili 3 fevral kuni Sho'rchi tuman hokimligi tomonidan
men yashab kelayotgan hudud aslida davlat zaxira yerlari ekanligi aytilib, men yashab turgan joyni tortib olishmoqchi. Hurmatli sudya, ushbu vaziyatga adolatli yechim berishingizni va hokimlik qarorini bekor qilishingizni so'rayman. Prokuror, sizda arizachiga nisbatan savollar mavjudmi? Ha, savol mavjud, hurmatli sudya. Arizachi, siz ushbu hududda 21 yil davomida yashab kelayotganingizni aytdingiz. Aytingchi, siz ushbu hududda 21 yil davomida yashaгаningiz to'g'risida kadastr agentligidan tegishli hujjatlar mavjudmi? Tegishli hujjatlar mavjud emas, sababli kadastr agentligi tomonidan ushbu hujjat aslida davlat hujjati ekanligi va sud qarori asosidagina bu hujjat berilishi aytib o'tilgan. Rahmat, boshqa savolim yo'q. Tushunarli. Marhamat, arizachi o'tiring. Marhamat, javobgar, vaziyat yuzasidan fikringizni bildiring. Hurmatli sudya, fuqaro Toshpo'latov Jasur davlat zaxira yerlarini o'zboshimchalik bilan egallab olib joylashgan. Bu o'zboshimchalikni oldini olish maqsadida 2026-yil 2-fevral sanasida Sho'rchi tuman hokimligi tomonidan qaror chiqarilgan. Fuqaro Toshpo'latov Jasur o'zboshimchalik bilan egallab olgan yerlarni qaytarib berishi va davlat hisobiga qo'shilishi belgilangan. 2025-yil 19-sentabrda Prezidentning TF 170 sonli farmoyishiga ko'ra aholilarni qayta ro'yxatdan o'tkazish jarayonida ushbu fuqaro tomonidan yashab kelayotgan uy-joy tegishli xodimlar tomonidan qonunga xilof ravishda egallangani aniqlandi va keyin hokimlik tomonidan buni oldini olish uchun qaror chiqarilgan. Prokuror, javobgar vakiliga nisbatan savolingiz bormi? Ha, savol mavjud, hurmatli sudya. Javobgar vakili, aytingchi, siz ushbu qarorni chiqarishdan oldin arizachi ushbu hududda qancha vaqtdan beri yashab kelayotganligi haqida tekshirish ishlari o'tkazilganmi? Ha, xodimlar tomonidan borib o'rganilgan, lekin hozir menda bu haqida hujjatlar yo'q. Rahmat. Boshqa savolim yo'q, hurmatli sudya. Tushunarli. Marhamat, o'tiring. Sud o'z joyida dalillarning yetishmasligi sababli sud jarayonining kechiktirish to'g'risida ajrim chiqaradi. Keyingi sud majlisi 1-may soat 10:30 da bo'lib o'tadi. Keyingi sud jarayonida kadastr agentligidan vakil qatnashishi uchun chaqiruv xati jo'natilsin va shuningdek sud Surxondaryo viloyati arxivi arizachi Toshpo'latov Jasurga tegishli yer kadastr ma'lumotlari berish to'g'risida qaror qabul qiladi. Bugungi sud majlisi keyinga qoldirganlik munosabati bilan yopiq deb e'lon qiladi.